Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida Uyg'urlar Amerikadan ko'proq madad so'ramoqda. Ishsizlik va iqtisod. Tadbirkorlar nima deydi? Matbuot va qonun. G'arbdagi media mashmashalar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Xitoy hukumati Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida ekstremist kuchlar xuruj qildi. 18 jangaridan 14 nafari o'ldirildi deya bayon qilmoqda. Ular Uyg'urlar ekani aytiladi va bu elatning chet eldagi yetakchilari Xitoy rasmiylari berayotgan ma'lumotlarni inkor etib, aslida tinch namoyishchilar, siyosatdan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan begunoh odamlar qoni to'kilmoqda deydi. Xitoydan vaqti bilan Uyg'ur terrorchilar o'ldirildi yoki jangarilar qo'lga olindi, ular hujumlar rejalagan degan bayonotlar keladi. Robiya Qodir jahon Uyg'urlari yetakchisi. Xitoyni cheksiz zulmda, Uyg'urlar o'lkasini bosib olib, bu xalqqa nisbatan tinimsiz jinoyatlarda ayblab keladi. Robiya Qodir Amerikada yashaydi. Xitoyda bir necha yil qamoqda o'tirib, keyinchalik ozod etilgan hamda bosim ostida chiqib ketgan. Xonim bilan biz uning Washingtondagi idorasida gaplashdik. Robiya Qodir dunyo kezib Uyg'ur xalqi manfaatlarini himoya qilib keladi. Lekin Xitoy nazarida u mamlakat birligi va tinchligiga rahna solayotgan shaxs. Xitoy hukumati Uyg'urlarni Uyg'ur bo'lish sifati bilan yer sharidan yo'q qilish uchun bütün Xitoy grajdanlarini Sharqiy Turkistonga, ya'ni Uyg'uristonga yo'tkab olib chiqib, buni o'zining makoniga aylantirish uchun hozir bosib olgani Şinjan Uyghur Abdunum Rayon degan bu adni ham, ismni ham yo'q qilish uchun, bu Uyg'urlar musulmon bo'lib qolganligi uchun butun dunyo hozir terrorizmga qarshi harakatdan foydalanib, Uyg'urlarning ismini, ya'ni adini Uyg'ur terroristlar qo'yib turib bostirib Bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirib yo'qotish uchun qo'llanayotgan bir omili. Masalan, Uyg'urlarning Xitoy hukumati assimilyatsiya qilish siyosatini epadi. Assimilyatsiya qilishda bu g'alaba qilinmadi, mag'lub bo'ldi. Chunki Uyg'urlar qat'iy assimilyatsiya bo'lmadi. O'zingiz bilasiz, qizim, o'zbeklar, Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, tatarlar, mayli turkmanlar bo'lsin, bu millatlar nihoyatda ming yilligan tarixga ega büyük, zor bir medeniyettin egisi. Bularni undaq tez assimilyatsiya qilish mümkün emas. Şunun için Uyg'urlar ham şu millatning ichidagi yüksek bir medeniyet egisi millat. Şunu bu Uyg'urlarni terrorist, bizga tahdid etib, dunyoni aldab, bizni bostirib, qirib, genosid qilib, milliy qirg'inchilik olib boryapti. Lekin Uyg'urlar orasida zo'ravonlikka berilganlar yo'q deb kafolat bera olasizmi deya so'raymiz Robiya Qodirdan. Bo'lishi mumkin deydi u, lekin bunga Xitoyning o'zi aybdor. Uyg'urlarni Xitoy shundaq zo'ravonlik qilishga majburlayotdi, ittiryapti-da oqidan. Masalan, uning akasini tutudi, bolasini tutudi, dadasini tutudi. Hiçbir soraksız, günahsız ekirip atıdı. Hazır turmularda 10 minglarca, neçe 10 minglarca günahsız adamlar turmuda ediyordu. Yakında anladınız, 1-2-3 ay içinde 40'tan artık adamga ölüm cezası hüküm kıldı. Bütün yaşlar, en tövünü 18-19 yaş küçük kızlarını ölüm cezası hüküm kıldı. Teröristlarda. Onun hiç kaysı terörist emez. Demek bir adamın balasını ekesse, dadasını ekesse, kızını ekesse, urup öldürse, ula öç eliş için çıkıyor elbette. Ulanın özünü qoğdaş, ulanın öç eliş, ulağa bizim hakkımızga cevap verdiğiş hak, hukuku var. Şunun için ulanın epbağını özünün erkillik kuruşu. Ben bunu terörizm hareket dep qaramayman. Erkillik için ula özün qoğdaş için kurash qilayotganlar deyman. Xitoy hukumati deydi Robiya Qodir, yilda 100 kun Uyg'urlarga qarshi operatsiyalar olib boradi. Odamlarning dod deb chiqishga haqqi bor deydi lider. Bir yil 360 kun balam.
yılda 100 günden 200 gün Uygurlarını tutuş, qattiq zarba berish, bastırış hareketi bo'lsa, qanday harakat bu? O'ylab bakın. Öydün keçdi napos tekshirishda balalarni olib ketadi, yoshlarni olib ketadi. Ota-onalar 3 gün ichida balalarini qaytarib akab beramiz. Balalarini so'roq qilamiz deydi. 10 kun o'tadi, 15 kun o'tadi, 1 oy o'tadi, balalari kelmaydi. Kelmagandan hatto bularning uyiga qaytib ketadi. Tarik emas, urib o'ltirilgan o'liklarni hech kimga so'zlatmay yerga ko'mbetadi. Xalq qo'zg'ilib berib, bu o'zimizning akatgan urug' tuqqanlarimiz qana qaytarib ber degan odamlarni atib o'ltirdi. Ular zo'ravonmi? Ular terroristmi? Ular atib o'ltirsa, ular qarab turish kerakmi? Ular o'zaro tutishdi. Saqchilar, ular xalqni tagmidi. Begunoh xalqqa takkini yo'q. Ularga terroristlik qilib o'q chiqargan, ularni bostirgan, zo'ravonlik qilgan, yo'lsiz ularni o'ltirgan odamga qarshi harakat qildi. Demak, men uni terrorizm harakati deb qaramayman, ularni o'zini qo'g'dash harakati deb qarayman. Uyg'urlarning istagi nima? Xitoydan ajralib chiqib o'z mustaqil davlatini tuzishmi? Oliy maqsadi Xitoy hukumatining olib borayotgan zo'ravonlikni to'xtatish. Uyg'urlar o'zining so'zlash huquqiga, o'zining milliy kimligiga, kim Uyg'urning asliki urf odati bo'yicha yashash, o'z tili bilan so'zlash, o'z dini bilan yashash, o'z erkinligiga chiqish. Ozodlik hareketi ana shundaq. Hem tinchlik bilan, suhbat bilan ozodlikka chiqish harakat bu harakati. Lekin Xitoy hukumati bu harakatning hammasini terrorizm harakati degan ism bilan dunyoni aldayotdi. Robiya Qodir deydiki, Uyg'ur xalqi o'z vatanida yashab, o'z davlatini barpo etishni xohlaydi. Xitoy bizga Uyg'urlarga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon degan avtonom rayonni bergan. Masalan, Rossiya sizlarni beshivaga vaqtida O'zbekiston Respublikasi, Qozog'iston deb avtonom rayon darajalik federatsiya bergan. Shuningga o'xshash bizga avtonom rayon bergan. Lekin ular sizlarni mustaqil qilib berdi. Ular sizlarning milliy kimliginglarni yo'qotmadi. Xitoy hukumati bizga u avtonom rayonni bergan. Lekin avtonom rayon qalpoq ichida bir millatni butunlay milliy qirg'inchilik qilib berdi. Assimilyatsiya qilish. Ular bilan Uyg'ur xalqi 60 yildan beri bir kun tinchlikka erishamadi. Ular bilan yaxshi o'tamadi. Uyg'ur xalqi faqat ular bilan o'tsak, biz erkinlikka erishamaydi ekanmiz. Uning uchun biz cho'qim o'zimiz mustaqil bo'lishimiz kerak ekan degan arzuga ve şu xiyalga Xitoy itirib shu yerga keldi. Agar Xitoy ittifoq, xotirjam, xalqqa erkinlik berib qolgan bo'lsa, balkim dialog bilan ya undaq, ya bundaq bir suhbatlar bo'lishi mumkin-di. Xalq ana shu arzuni, ashuni amalga oshirmaguncha Xitoy hukumatining qo'lida erkinlikka chiqmaydigan ko'zi yetganligi uchun shunga biz mustaqil bo'lamiz deb chiqdi. Lekin Xitoy hukumati Uyg'urlar hech qachon alohida davlat bo'lmaydi va bo'la olmaydi ham deydi. Xinjiang uchun katta mablag' ajratilgan, hudud rivojlanmoqda. Katta zavod-fabrikalar ochilib, ish o'rinlari yaratilmoqda. Zamonaviy texnologiya bilan ta'minlanib, turmush yaxshilanmoqda deydi Xitoy rasmiylari. Uyg'urlar shukur qilib yashash kerak deydi ular. Bu gapni siz O'zbekiston bilan solishtiring yoki Qozog'iston bilan solishtiring. Rossiya vaqtida Rossiya shundoq degan. Lekin ular bir alohida bir davlat bo'lmaydi degan. Lekin u alohida davlat bo'ldi. Ular o'zi alohida davlat bo'lganda o'zining neftini echyotdi, yashayotdi, zavodlarni quryotdi. Agar Xitoylar bo'lmasimi, biz zavodlarni qurar edik, neftlarni ochar edik, undaq yashar, o'xshash taraqqiy qilar edik. Lekin Xitoy ras yo'llarni quryotdi, zavodlarni akirayotdi, uni qilyotdi. U biz uchun emas. Xitoy ko'chmanlarini millionlagan Xitoy ko'chmanlari uchun yo'llarni selyotdi, zavodlarni quryotdi, taraqqiy qildiryotdi. Bizni yo'qitib, ularni uning o'rniga dastyotdi. Xitoy hukumati Uyg'urlar baxtli yashayotdi, shukr qilish kerak. Nimaga shukr qildi? Uyg'urlar adam sifatida yashash uchun, erkinlik uchun kurash qilyotdi. Hargiz shukr qiladigan ish mavjud emas. Bu zamin Uyg'ur xalqining zamini. Biz hozir Uyg'ur azodlik harakati uchun kurash qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Jahon Uyg'ur qurultiyi nima deyapmiz? Biz o'z taqdirini o'zi belgilash bilan Xitoy bilan suhbat o'tkazib, Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'zi belgilaydigan asosida birlikka kelamiz deyapmiz. Lekin Xitoy hukumati Uyg'ur xalqini mutlaqo mustaqil bo'lmasa, yashamaydiganga majbur ishtiryapti. U zavodni Xitoy hukumati akamiz Uyg'urlarni akilalaydi, Tibetlarni o'ziga akilalaydi, Mo'ng'ullarni har bir o'zining davlati bo'lgan odam, har bir millat dunyoning taraqqiyotiga qarab shunday taraqqiy qiladi. Bizning Sharq Turkistonda neft va gaz va yer
asты boyliq, paxta, O'zbekistonning boyligi qandoq bo'lsa, uningdan necha hassa, Qozog'istonning boyligi qandoq bo'lsa, uningdan necha hassa yuqur boyliq bor. Shu boyligimiz o'zimizga yetib ishib ketadi. Xitoy shu boyliqlarni xohlagancha bulang-talang qilib, Xitoy ko'chmanlariga apirib, hech bo'lmaganda o'zi bergan Şinjan Uyg'ur avtonom rayon degan avtonom qonuniga xilof holda bizning o'zimizning narsadan o'zimizni foydalanish fursati bermayotdi. O'qish, taraqqiy qilish, boy bo'lish, so'zlash, ona tilini so'zlash, o'z dini hech qanday huquq Uyg'urda yo'q. Shuning uchun Uyg'ur o'zining ozodlik uchun kurash qilyapti. U zamin O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz men aytmasam bo'ladi. U zamin O'rta Osiyoga tava. Robiya Qodirning aytishicha, bugun dunyoda qariyb 20 million Uyg'ur bor. Aksariyati Sharqiy Turkiston, ya'ni bugun Xitoy, Shinjon, yangi yer deb ataydigan hududda yashaydi. 2 millionga yaqini Markaziy Osiyo va dunyoning boshqa mamlakatlarida, deydi u. Uyg'urlar Turkiyani hisobga olmaganda boshqa turkiy birodarlaridan madad olmaydi. Chunki bu xalqlarning o'zi haqiqiy erkin jamiyatda yashamaydi, deydi Robiya Qodir. Masalan, O'zbekiston. Hozir O'zbekiston Xitoy bilan o'xshash. O'zbek xalqi o'zi uchun bir eg'iz so'zlayolmaydi. Ularda erkinlik yo'q. Ularda iqtisodiy erkinlik yo'q. Ularda hech qanday narsa yo'q. Ular o'zini ozod qilinmayotganda u qardoshlarimiz bizga haqiqatan ichi og'riydi. Bizga yordam qilgisi keladi. Ular har vaqt bizning o'lib tugab ketishimizni xohlamaydi. Lekin bizga ozodlikdek madori yo'q. Hamda Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonga nisbatan demokratiya o'rin. Lekin ularga Xitoyning nayt qattiq bosim bor, iqtisodiy bosim. Shuning uchun hozircha bizga yordam qilinmaydi. Shuni bilish kerakki, O'zbek xalqi, Qozoq xalqi, Qirg'iz xalqi, Turkman xalqi, Tatar xalqi, O'rta Osiyodagi bizning qarindoshlarimiz, bizning bugunimiz ularga ati bo'lib qolmasin-da. Shuning uchun ularni ehtiyot qilish kerak. Amerika Robiya Qodir va Uyg'ur ozodlik harakatini ruhan va moliyaviy jihatdan quvvatlab keladi. Washingtonda, ayniqsa Kongressda Uyg'urlarga g'amxo'r arboblar juda ko'p. Lekin Qo'shma Shtatlar, Xitoy iqtisodiy jihatdan qudratli va global maydonda katta nufuzga ega bu hukumat bilan kelishib ishlashga ham majbur. Robiya Qodir deydiki, Uyg'ur faktori AQSh siyosiy qarorlariga ta'sir ko'rsatib keladi. Lekin bugungi kunda Obama ma'muriyati ko'p narsaga ko'z yummoqda, deydi u. Uyg'ur xalqininki mushi qirilayotgani, mush tutilayotgani Amerika cho'g'liq ko'zni yumdi, tashlab qo'ydi. Bunda qilmaslik kerak. Amerikaning Uyg'urlarni qutuldirish tarixiy majburiyati bor deb qarayman. Chunki Amerikaning o'zining axloqiy nuqtai nazaridan aytgan vaqtda kishilik huquq, iqtisod va boshqa narsaning hammasining oldida turadi. Amerika butun dunyoning oldida kishilik huquqda va demokratiya erkinlikda oldingi o'rinda ulgu bo'ladigan va dunyodagi adolatsizlikni tangshayman degan Amerikaning o'zining siyosiy qonuni bor. Shuning uchun Amerika Uyg'urlarning dunyoda eng ig'ir qirilayotganligini, bo'libmi hozirgi dunyodagi fashizm siyosatini ishlatayotgan diktator eng buyuk Xitoyning qo'lida gunohsiz terrorist degan yolg'on qalpoq bilan o'ltirilayotganligini o'qib turib, 7 ayning 5-ida, 2 yilning oldidagi o'ltirilishda va buningda qattiq harakat qilmadi. Xitoy Amerika qattiq harakat qilmaganligi uchun Xitoy hukumatı shunga yurki yo'g'inab oldiga qara Uyg'urlarni o'ltirishni texnik kuchaytdi. Amerikaning qapqiga Xitoy hukumatı qaramay qolmaydi. Amerika g'arb dunyosiga qarab bular gap qilmadi dedi. O'zaro suhbat o'tkazgan vaqtida Uyg'urni og'ziga olmadi, boshqalarni og'ziga oladi. Men o'ltirsam bo'ladi. Buni terrorist desam ham o'ltirsam bo'ladi ekan deb o'ltiryapti. Amerika bizning maslimizga jiddiy qaramayapti. Jiddiy qarasa Xitoy bizni bundoq o'ltiramaydi. Albatta men umid qilaman Amerika hukumatı bundoq qilmaslik kerak. Uyg'urni tashlab atmaslik kerak. Uyg'ur xalqini qarab turib Xitoyning qirib tashlashiga tashlab bermaslik kerak. Amerika hukumatı, Amerika xalqi bu masalaga alohida ko'ngil berish kerak. Men shuni orzu qilaman. Iqtisodiy masala, bu masala. Agar bugun bizning masalamizda Amerika shunday qarab turadigan bo'lsa, ertagacha Amerikaning o'zigimi buningdan ortiq tahdidlar kelishi mumkin. Terrorga qarshi urushda Afg'onistonda tutilgan, Guantanamo qamog'iga olib kelinib, u yerda bir necha yil saqlangan va aybsiz ekani isbotlanib, ozod etilib, boshqa davlatlardan boshpana olgan Uyg'urlar asta hayotini tiklamoqda, deydi Robiya Qodir. Xitoy hukumatı Guantanamoning ishi bo'lsin,
Hem de Guantanamo'da Amerika qaytırıp bəmidi rəhmət onunla Xitayğa. Bəribir Uyğurlarını, Tibetlərini Amerika kuş kütübatıdı. Bütün Xitay işki amil. Hazır Xitayda çıkıvatkan Uyğur ve Xitay meselesi Xitayның zoravallıqdan çıkıvatıdı. Xitayның diktatorluğundan çıkıvatıdı. Xitayның Uyğur halkıga zulüm selvatqında çıkıvatıdı. Məsələn, 5 məsələ. Biri Uyğurlarını çekidin artıq asmalasiya qilish. İkinci, milyonluğun Xitay köçmələrini yötkəp əkilish. Üçüncü, Uyğurlarının yer, zimin, mülkünü tatib edib Xitay şəhərlərinə məcbur qoğulab sergandar qilish. Dördüncü, Uyğurlarını kən köləmdə tutqun qilish. Beşinci, Uyğurlarını ölüm cəzasına hüküm qilib, bastırış, öldürüş bularını qoyub bəməslik. Muşu məsələdən meydanğa çıxıvatıdı. Lakin Xitay hökuməti özü kəltirib çıxırıvatqan muşu məsələni hazır Amerika küşkürtdi, G'arb küşkürtdi, Rabia Qadirni dalaylamanı muşlar küşkürtdi devatıdı. Ata muşu Xotandagi ishni yoki Rabia Qadir qildi, yoki G'arb qildi, yoki Amerika qildi, muxbirlar qildi deb chiqdi. Elbette Amerika muşu yerlerini oylaş gerek. Siz Guantanamo'nun meselesini soramazsınız. Ben bunun cevap verdim. Hem muşunu oylaş gerek. Mesela Guantanamo meselesiga kelganda ben muşunu bağlap etme. Xitay hükümeti Guantanamo meselesinde bütünlay terörist dedi. O balla aklanıp çıkıp dünyaya çıktı. Amerika ve dünya aldı da muşunun özümü menimce ispat ve paket deb qarayman. Robiya Qodir prezident Barack Obama bilan so'zlashish, unga shaxsan o'z xalqi dardini yetkazish umidida. Suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.comda o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Uyg'urlar qanday turmush kechirayotgani, Xitoydagi bugungi vaziyat, xalqaro hamjamiyat fikri, Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarishlar, siyosat va hayot. Internetdagi sahifamizda xilma-xil reportajlar, tahliliy maqola va lavhalar, intervyu va muloqotlar bilan tanishasiz. O'z mulohazalaringizni qoldirishingiz, boshqalar bilan fikr almashishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekistonda to'siqlar qo'yilgan, biz sizga muqobil adreslar taklif etamiz. Shulardan biri yangilik.com. Unda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Bu saytimizga kirishning oson va xavfsiz yo'li. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.